Azizlarim, sizlardan kelgan xabarlarni bir chetdan o'qib, barchangizni qo'lingizdan keladigan oson libos tikishni o'rgataman. Buning uchun hech qanaqa o'lcham kerak emas. Men videoda qanaqa ko'rsatgan bo'lsam, shunaqa qilsanglar 52 razmergacha to'g'ri keladi. Matoni to'rga buklab, bo'yin o'yiniga 6 cm dumaloq qilib chizib, pastga 2 cm bor yeng uzunlikka olib, uzunligini bo'lsa 75 cm olib, kengligini 26 cm da chizib olib, ichkariga 6 cm kirib, qo'ltiq o'yinini shunaqa chizib olamiz. Etak burchagidan ichkariga 7 cm da chizib, avval shakl bersanglar ham bo'ladi. Bo'yin o'yinisiga 2 cm o'tamiz, sababi 4 qavatda turibdi matoyimiz. Birinchi orqa tomonini kesib olib, keyin oldi tomonini kesib olamiz. Yeng kengligini 4 qavat matoga birlashtirib, 1 cm olib tashlab, pastga 37 cm da chizib, past yeng kengligini 18 cm da olib kesib olasiz. Havas Fashionga yangi guruh ochamiz deyishimni juda ko'pchilik kutargan va hattoki yangi guruhga yozdirilaman deb очередda turganlar ham juda ham ko'p. Bu ham bo'lsa hech narsani yashirmasdan o'rgatganim sabab deb o'ylayman. Offline va onlayn kurs o'quvchilarimiz juda ham mamnun. Hozirgi kunda noldan boshlab model chizish, andaza qilish, bichish, tikish, hattoki standart razmerlarni ham o'rganishmoqda. Adajonim doim metalli qizim, bilgan hunaringni kimgadir o'rgatish bu sunnat. Hech narsani yashirmasdan o'rgatish esa yanada savobli. Shu gaplarga doim amal qilaman. 10 noyabrda barchangizni yangi kursimda kutaman.